Salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Fakerman. Bugungi videomizda bitta qishloq chaqirgan. O'sha nima deyishligini boramiz hozir. Nima desa deydi, bo'lmasa demaydi. Hozir uni uyiga boramiz va uyda nima desa deydi. Gapini eshitamiz, nima buyruq beramiz bilmayman. Bu menman. Endi hozir qishloqning oldiga boramiz. Qishloq masalan jitel desak ham bo'ladi. Qani ketdik bo'lmasa. Qaysi tarafdan kirsak bo'ladi? Mana bu yerdan kirsak bo'ladimi? Mana sindirsak bizga nima? Xalaq o'ynabdi-ku. Ha, qishloqim, endi men chaqirding o'zi. Senga bitta gap aytsam ishonmaysan. Qayerdadir bir xazina yashirilgan. Uni sen olishing kerak. Senga ishonganim uchun aytyapman. Aniqmi? Qayerda xazina? Kim xazina qo'yib ketadi? Bu qishloqda o'zi bu qishloq qandaydir kambag'al qishloq bo'lsa, nima qilaman men? Men senga aytyapman, tushunyapsanmi? Bor xohlagan qilasan uni olganingdan keyin. Izlab ko'r, bitta joyda turibdi. Aniqmi? Men senga qachondan beri aytyapman aniq deb. Bor unda ko'ra. Aha, xo'p, hozir qishloqqa xazina bor dedi-ya. Hozir qishloqqa aytgan qayerdaligini aytmadi-yu, lekin biz bari izlab topamiz. Hozir qayerda? Xazinani kim qo'yib ketdi? Hech ishonmayman-da. Biz hozir bu yoqdan chiqdik. Shunda Golin. Shunda xazina hozir topilishi kerak adashmasam. Golin, och. Do'stlar, hozir o'ldirib tashlaydi ko'rganidan u. Uji kelyapti orqamdan. Voy. Hozir oldimda yana bitta golin chiqib olsa ketdim, mot bo'ldim. Yana bitta ko'rdim men. Bu golinlar o'zi tinch qo'yami, o'zi qo'ymaydimi? Shu golinlarni birinchi o'ldirib tashlash kerak edi balki. Yo'qmayapti, hech qaysi yo'qmaydi. Qara, orqadan keladi-da. Shunaqa pismiqlarcha keladi bular. Undan ko'ra xazina qayerda? Topib bo'lmayapti, hech qayerda. Men hozir qishloqiga borib aytaman, xazina yo'q deb aytaman. U tupoymi shunday edi. Men balkim aldayotgan bo'lsa-chi, men qayerdan bilaman uni? Do'stlar, juda ham topolmayapman bularni xazina. Xazina topildimi? Bu yerda xazina yashirilgan. Aha. Hozir ko'ramiz-da, xazina bormikan o'zi bu yerda. Bularni sindiramiz, balkim ichida chiqar. Kim biladi uni? Bularni hammasini sindirib tashlash kerak. Nima keragi bor o'zi bular? Yana bitta bor ekan, qarang. Qornim juda ham och qoldi, bilsak bo'ladi. Qani? Vuy, ichida eshiklar ham bor ekanmi? Sandiq ham bor ekan ichida kamiga. Dunyo narsalar bor ekan-ku buni ichida. 64 ta, bir stak dadaji hammasi. Temir, izmirut, oltin, ko'mir, bizda bu chiqishimizga blok qo'yib qo'yganmi deyman-a? Qani 8 ta balkim chiqa olarmiz bu narsalar bilan, bloklar bilan. Qani 8 ta olgan bo'lsak, o'rniga buni qo'yamiz. Bundan chiqa olamizmi o'zi? Chiqa olmaymizmi? Chiqa olmaymiz ekan-ku. Ichidan endi narsa olib ketishga majburmiz. Chunki juda ham kerak. Do'stlar, endi kerak-da, majburmiz-da endi bularni narsa olishga. Bo'ldi-ya, yetsa kerak endi. Balkim yetar, balki yetmas. 3 ta tepaga chiqishga yetmaydi. Yana olamiz. Bizdan nima ketyapti? Temir ham chiqdimi-ji? Voy! Bu yerda polli kom bor ekan-ku. Jitel bu bilan chiqqan, vashshe ekan-ku. Hamma narsani bizga aytaverar ekan-da.
Bo'ldi, biz chiqsak bo'ladi endi, yetadi endi. 9 ta bor, 8 ta temirimiz bor ekan. Yo'qdi. Mana buni o'rniga buni qo'yamiz, bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Hop, bet chiqib ketamiz. Bunga bittani qo'yib qo'yamiz, ustidan qo'yib ketaveramiz yana. Farqi yo'q bizga. Bizda nima bo'lyapti? Bizga o'shanaqada garochi. Bo'ldi. Bu ham yetadi bizga. Endi biz kimni oldiga boramiz? Jetelga borib rahmat aytamiz shuncha narsa borligi uchun. Ye. Uyim qaniydi o'zi? Bitta sabzi olmasam bo'lmaydi. Vashqa qornim ochib o'zi ham. Bo'ldi. 9 ta yetadi bizga. Uyimni bu tarafidan kiraman. Shuni mana eshik var berdi ekan-ku. Kirdik, Jeteljon. Jetel aldabapsan-ku. Havasda 1 stak ovoz chiqdi, 1 stak temir, 1 stak izbrut, 1 stak oltin, 1 stak ko'mir chiqdi. Rahmat ukam. Ko'ryapsanmi, men seni umuman aldamayman. Agar men senga ishonmaganimda, men senga bu joyning borligini aytmasdim, boshqasiga aytaverardim. Bo'pti, rahmat senga. Keyingi safar yana chiqib qolsa, yana shunaqa narsa bo'lsa ayt menga, tushundingmi? Ha, aytaman, endi boshqa kimga aytaman? Bu qishloqda faqat hamma detskiy qishloqlar bitti. Bitta sen bu yerda aqlli odamsan. Xo'p, rahmat senga. Bo'pti ukam. Ukalaman gapir, men sendan kattaman, tushunyapsanmi? Bo'pti aka, siz zo'rsiz, rahmat. Bo'pti, shunday bo'lsin, xayr, fikr. Bo'pti. Do'stlar, Jetelga biz rahmat aytdik. Endi biz qornimiz juda ham ochqab qolibdi, sabzi yeymiz. Sabzi bor edi bizda. 9 ta sabzi bizga bemalol yetadi. Yana bitta yesak, yana bitta yeymiz, bo'ldi. O'zi bizga nechta? 5 ta sabzi kerak ekan bizning qornimiz to'yishi uchun. Do'stlar, endi keyingi videomiz boshqa narsa haqida bo'ladi. Keyingi videomizda Prekirjon chiqishi noma'lum, lekin chiqish foizi kattaroq. Endi xayrlashish taxmin bo'ladi. Videoga like bosib, kommentga bir raqamini yozib qoldiramiz, keyin obuna bo'lamiz. Do'stlar, obunani 6041 k qilaylik, iltimoslar 6037 k ga tushib ketdi. Sizlar e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga ham katta rahmat videoni tomosha qilganingiz uchun. Videoga like bosib, kommentga bir raqam yozib obuna bo'lamiz. Sizlar bilan men yana o'sha fikr bo'ldim. Hammaga xayr.